do'stlar, hozir yana biz Changdik punkt qasriga o'z chiptalarimizni oldik. Ko'rsangiz bo'ladi. Hozir bu yerda 2 kishiga 6000 yuan, bu O'zbekiston so'mida taxminan 45000 so'm bo'ladi. Endi hozir biz ichkariga qancha do'stlar, hozir bizda yana bitta yangi muammo chiqdi. Ya'ni biz ichkariga o'zi tiket sotib ichkariga kirib bo'ldik. Bizga ichkarida aytishdiki, agar sizlar kiyim kiyishni xohlasanglar, kiyim sotib olishni xohlasanglar, tashqariga chiqinglar deyishdi. O'shaning uchun hozir endi kiyim sotib olgan tashqariga ketyapmiz. Yo'l uzoq, 1 kilometr ekan. Hozir biz o'sha kiyim sotib oladigan joyga keldik. Nomi Handukman ekan. Hozir kiyim odam boshiga 10000 yuan, ya'ni o'zimiz so'mda 85000, 80000 atrofida bo'ladi. Hozir kiramiz. Kiyimni kiyib ko'ramiz va borib tanani polni eksplor qilamiz. Videoni ko'rishni kuzating, oxirlashishimiz bo'ladi. Xo'p do'stlar, hozir bizga eng muhim qism, ya'ni kiyim tanlashimiz kerak, chunki saroyda juda takoy manzarali bu view bilan yurishimiz uchun kiyimimiz kerak. Kiyim bizada 3 ta asosiy qism, ya'ni ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi, asosiy qism uzun va bunaqa oq kiyimlar pastga bunaqa tepa qismimizga va albatta pants, ya'ni shimlar kerak bo'ladi. Hop, birinchi biz boshlaydiganimiz bu albatta bunaqa oq kiyim tanlashimiz kerak. Tanlov juda ko'p, to'g'risi men o'zim qaysini tanlashni bilmayman. Bu ancha yaxshi deb o'ylayman. Ani ko'ramiz. Menimcha yaxshi deb o'ylayman. Keyingisi bizda nima bo'ladi? Ajdor xo'jayinisiga o'xshab qolaman-da, buni kiysam. This one is really good. Bu baxshi takoy. Xo'p, endi astimizga kiyishimiz kerak bo'lgan narsa. Bu menimcha yaxshi deb o'ylayman. Aniq bilmadim, qanaqa kiyiladi, hali qanaqa turadi, yaxshi deb o'ylayman. Do'stlar, hozir eng kulgili vaziyatga duch keldik. Ya'ni bu yerga kelish, shuncha to'lovlarni qilish va boshqa narsa qiyin emas. Navbat kutish qiyin bo'lyapti. Hamma locker roomlar bo'sh emas, hammasi band. O'shaning uchun hozir bizga kutish kerak. Kutamizlar, boshlanmay qoladi. Do'stlar, biz o'sha hozir asosiy mo'jizaviy qasrga keldik. Bu qasr 1405-yilda qurilgan bo'lib, hozirda eng asosiy menda bor ma'lumotlardan bittasi, bu qasrda 500 yil davomida inson ko'zi bilan ko'rmagan. Ya'ni bu qasrda hukmdorlar yashagan, polni hukmdorni odamlar yashaganligi uchun bu qasr hattoki odamlarga ko'rsatilmagan. Unga kirish tugul, kirishga biz ham muvaffaq bo'lmadik. O'shaning uchun hozir ichini просто tashqaridan bitta ko'rishga harakat qilamiz. Ichini o'zlaringiz polni ko'rib, obzorni ko'ra olsangiz bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, polni turistlar hammasi o'sha videoga olishyapti, rasmga olishyapti, tipa xuddi o'sha aurani his qilganda. Lekin biz hozir sizlarga videoda polni ko'rishga harakat qilamiz. Kiyimlarimga menimcha 5 bo'lsa kerak. Birdan 10gacha baholab ketingizlar, kiyimga necha. Ichini ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin xavfli opalar bor ekan. Bugunda qasr shunaqa mo'jizakorligidan tashqarida havo juda ham issiq bo'lishiga qaramay, qasrning ichidan yaxtay shamol kelib turibdi va bu yerda har xil rekvizitlar, har xil ko'p tarixiy narsalar, lampa, hamma narsa bor. Xo'p, umuman olganda vahshiy atmosfera, vahshiy bomba, hammani ko'rishingiz mumkin. Turli xilda davlatdan insonlar, Amerika, Yaponiya, hamma joydan. O'shandan ham siz bilib olsangiz bo'ladi, bu joyning aurasi qanchalik yuqoriligini. Xo'p do'stlar, mana biz hozir o'sha saroyda qoq markaziga, qoq yuragiga yetib kelyapmiz. Atmosfera bashi zo'r, mana ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi, polni bol, bu yog'i polni qasr polni, bunaqa bu yerdagi joy ikkiga bo'lingan. Bu yog'i polni manzara takoy, bu yoqda esa qasr. Asosan eng qizig'i, hozir men bitta ma'lumot eshitdim, ya'ni Jumong serialini ba'zi bir kadr, ba'zi bir lavhalar mana shu yerlarda olingan ekan. O'shaning uchun o'ylayman, bu joy
Prosa turgani uchun ham qimmat. Bu narxiga stoydi 6000 yuan, 45000 so'm. Men o'ylayman, bunaqa atmosferaga, bunaqa odamlar, turistlar ko'pligini qarang, hamma narsaga prosa arziydi. Mana bu kiyimlarni tashlab boshlayman. Bu kiyimlarni biz hozir 1,5 soatga qancha? 20000 yuan, ya'ni o'zbek so'mida 150 ming so'm bo'ladi. 150 mingga 1,5 soatga arendaga oldik. To'g'risini aytish kerak. Sotib olmagan. Endi sotib olsang bo'ladi. Sotib olsa juda qimmatroq bo'ladi. Saroyni ko'rsangiz bo'ladi, polis turistlar saroyni ichiga kirganyapti, rasmga olishyapti va bu albatta Koreya madaniyatiga, uni dunyo bo'yicha tanilishiga juda katta hissa qo'shadi deb o'ylayman. Endi hozir biz sharqiy taraflarga ketamiz. Endi bu taraflarda yana ham ko'proq lavhalar, yo'qda yana ham yangi manzaralar bo'ladi. Va men o'ylashimcha, Koreyada kim yashayotgan bo'lsa, mana shu lokatsiyaga bir marta kelib atmosferani his ko'rish kerak deb o'ylayman. Umuman hali Koreyaga kelmaganlarga ham bu yerga kelishni juda ham qattiq tavsiya qilaman. Hozir men Koreyadagilar uchun bitta ajoyib lavha aytmoqchiman. Agar siz kechqurun yojachingiz, ya'ni qizingiz bilan kelmoqchi bo'lsangiz, asosiy bitta yurak to'smoqchiman. Bu yerda romantika qilib, musiqalar eshitib, takir pikniklar qiladigan joy. Ya'ni ko'chani ko'rsangiz bo'ladi. Takir atmosferada bemalol gaplashib, suhbatlashib, kim bilandir yoki tanishingiz, o'rtog'ingiz bilan kelib, mazza qilib o'tirib, atmosferadan zavqlanib ketadigan joy. Chunki bu yerda tepada tog'lar, toza havo, atmosfera zo'r, odam ko'p, mazza qilib o'tirib ketsangiz bo'ladi bemalol. Bizning mana navbatdagi qasrimiz, bu qasrning ichida hozir 3 ta opamiz, 3 ta tarafda 3 guruh odamlarga gid xizmatini o'tayaptilar. Mana polni qasr haqida ma'lumot berishyapti. Unda nimalar bo'lgan, nechinchi yil yaratilgan, kim tarafidan va mana o'zlaringiz ko'rsangiz bo'ladi. Mana xonalar, bu yerga mana don't enter, ya'ni kirish mumkin emas degan yozib qo'yilgan. Taxminan shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Xo'p. Keyingi bu minorachada kichkinagina, bu yerda asosiy qasrlar. Unga ham hozir kelib, polni obzorini ko'rishga harakat qilamiz. Mana opalarimiz tushuntirib berishyapti. Mana bu yerda ham xuddi shunday. Mana opamiz tushuntirib berishyapti. Ha azizlar, videoning eng kulminatsion qismiga yetib keldik. Keyingi kadrda ko'radigan narsangiz bu shunchaki qal'a yoki uy emas. U butun Koreya tarixi haqida so'zlaydigan tirik mo'jizadir. Hozirgina shu xabar. Ya'ni biz Jumongnikiga mehmonga keldik. Jumongda ichkarida o'tirib, choy quyib, zakilib, animasam ketdik. Qiziq bo'ladi, aniq qiziq bo'ladi. Chunki men o'zimga ham juda qiziq bo'ladi. Nima hech kimni xayoliga kelmagandek, bu o'sha Jumong yashab o'tgan qasr edi. Bo'ling do'stlar. O'sha Jumong yashagan qasrlar. Hozir Jumong yo'q. Balki ichkarida suyaklar saqlanib qolgandi, uni bilmayman men. Atmosfera vaqti zo'r. Haqiqatan bunaqa joylar. Haqiqatan o'sha asrda ham joylar qanaqa darajada elit yashaganini, qanaqa darajada boy yashaganini bilib olsangiz bo'ladi. Chunki ichkarida har xil qimmatbaho buyumlar, har xil narsa haligacha saqlanib qolgan. Faqat hozir bularni ichiga kirishga turistlarga ruxsat bermaydi. Agar kirishga ruxsat berganda kirib ko'rsatib berardik. Ha do'stlar, biz o'sha paytda o'zini Jumong akamizning 400-xotiniman deb tanishtirgan Jumong xolamizni ko'rib qoldik. Do'stlar, xo'p, shu yerda videoni tugatishga qaror qildik. Xo'p, agar video haqida fikrlaringiz kommentariyada yozib qolingizlar. Albatta hammani bitta-bitta o'qib chiqib javob berishga harakat qilaman. Va keyingi video nima haqida bo'lsa, o'shani ham yozib qolingizlar. Agar yana shunaqa tarixiy joylar qiziq bo'lsa, video tagida o'shanga qarab biz bunaqa formatni yanada ko'paytirib, yanada shunaqa ko'proq video chiqarishga harakat qilamiz. Hamma ko'rganlar uchun rahmat va albatta o'ylaymanki, keyingi safar kamida 1000 ta prosmotr bo'ladi va video umuman yoqdimi, qanaqa joyda kamchiliklar va o'shani fikrlaringiz qoldirsangiz, o'shanga qarab biz o'z ustimizda ishlab, yana ham yaxshiroq videolar chiqarishga harakat qilamiz. Qanday bo'lsa, let's go guys.